Inson zehni nimalarga qodir? Bulchkani ham san'at asariga aylantirib olamiz. Orasidan shokoladlar oqib turadigan qaynoqni bulchka hammaga yoqishi aniq. Keling retsept bilan bo'lishaman. Tabiiy premium sutdan 300 grammini o'lchab, isitib oldim. Xamir qilishga mo'ljallangan idishga solib, shakar, dro'sht tuxumni chaqib, o'simlik yog'i solib aralashtirib olamiz. Uni elab solib, yumshoq atala xamir qilib olamiz. To'liq tayyor bo'lmagan xamirni ikkita idishga bo'lib solib, bittasiga kakao, bittasiga un solamiz va xamir qorishni boshlaymiz. Xona harita ertilgan saryonni solib, xamirimizni mushlab, ustini yopib oshirish uchun olib qo'yamiz. Xamirimiz oshgach, avvaliga oqini, keyin kakaolisini yoyib olamiz. Ikkala xamirni ustma-ustun to'shab, shokolad pastasidan va shokoladlardan solamiz. Xamirning uchki qismini ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Shokoladli qismimizni o'rab, chiroyli qilib aylantirib olamiz. Uchidan qirqib olgan qismimizni esa ko'rsatilgandek qilib chiroyli qilib burab olamiz. Ko'rinishda oxirigacha aylantirib, qolipga pergament solib, ko'rsatilgandek qilib qolipga joylab olamiz. Aynan ko'rinishda joylangan xamirimizni ustini yopib oshirib olamiz. Biroz oshib olgach, tuxum sarig'iga sut solib aralashtirib, ustidan surib pishirish uchun pechga yuboramiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.